Ayni daqiqalarda Guliston tuman markazida Navro'z sayli bo'lib o'tmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Sharqona yangi yilimiz qutlug' kelsin. Fasli navbahor har bir oila, har bir mahallaga tinchlik, farovonlik va baxt va saodat olib kelsin. Barcha ezgu ishlarimizda Yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Navro'z olam barchangizga muborak bo'lsin. Bugun bayram taassurotlari. Yo'qyaptimi bayram? Bayramlar zo'r tashkil qilingan. Buning uchun hokimimizga bosh bo'lgan tashkilotchilarga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamma narsa fayzli, chiroyli, havoga mos, yangilanishga mos, hammamiz chiroyli liboslarda milliyligimiz aks etgan, dasturxonlarimizda ham milliylik aks etgan. Rosa chiroyli tashkil qilinibdi. Rahmat. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Bugungi bayram shukuhi. Rahmat. Yaxshi bo'lyapti. Bayram shukuhi. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi bayram shukuhi juda ham jo'shqin o'tmoqda va qiziqarli bo'lyapti. Hammalaringizni Navro'z bayramiga taklif qilamiz. Yanagi shu paytlarga hammaga sog'lik, yurtimiz tinchligi har doim davom bo'lishini tilab qolamiz. Hammalaringizni bayramdan tabriklaymiz. Rahmat.